Diqqat, tezkor xabar. Ogoh bo'ling. O'zbekistonda ob-havo keskin o'zgaradi. Hafta o'rtasida O'zbekistonda -2 darajagacha sovuq bo'lishi kutilmoqda. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga bir dona like bosishni unutmang. Like bosgan insonni Xud doim qo'llasin. Diqqat qiling, yangi ish haftasi uchun ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Bunga ko'ra, vodiy viloyatlarida -2 darajagacha, bo'g'ma tomonlarda esa -4 darajagacha sovuq bo'lishi ma'lum qilindi. Ma'lumot uchun uydagi pechka va kotyollarni buzishga shoshilmay turishingizni tavsiya beramiz. Yana bir tezkor xabar bilan davom etamiz. Hindistonning Tehrondagi elchixonasi o'z fuqarolarini zudlik bilan Eronning mavjud har qanday transport orqali tark etishga chaqirdi. Ogohlantirish barcha toifadagi fuqarolarga, jumladan talabalar, ziyoratchilar, tadbirkorlar va sayyohlarga ham taalluqli, deyiladi xabarda.